Hammaga salom. Daftar ruchkamizni olamiz, konspekt qilishga tayyor qilib, e'tiborimizni bir joyga jamlaymiz. Bugun sizlarga pinbar nima, svechani soyasi nima, o'zi asli nimani anglatadi. Bularni barchasini oson, sodda, tushunarli, sifatli tilda sizlarga tushuntirib beraman. Aynan men qanday ko'rishim, men qanday foydalanishim va bularga meni qarashlarim qandayligi haqida. Candlestick inglizchada, svecha rus tilida, shamchiroq o'zbek tilida. Nima deb nomlashimiz farqi yo'q. Svechalarda liba soyasi bo'ladi, liba soyasi bo'lmaydi. Aynan mana bu joyga qarasak, mana bu svechaning soyasi yo'q, mana buni yuqorisi soyasi yo'q, pastda soyasi bor. Mana buni ikkala tarafida ham ozginadan soyasi bor. Mana bu svechalarda soyasi uzun, mana buni soyasi uzun. Bundan chiqdi, svechalarni biz asosiy ikkita qismga bo'lib olsak bo'ladi. Ikkita asosiy bo'limga bo'ldim. Soyasi bor va soyasi yo'q candlestick hisoblanadi. Agar siz ham grafikada sinchkovlik bilan obdon kuzatib chiqadigan bo'lsangiz, soyasi bor va soyasi yo'q svechalarga ro'para kelasizlar. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, umuman olib qaraganda o'zi asli soya nimani anglatadi? Pinbar o'zi asli nima degani? Agar o'ylab ko'rgan bo'lsanglar takrorlash yoki yangi ma'lumot, agar o'ylab ko'rmagan bo'lsanglar aniq yangi ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Shaxsan meni qarashim bo'yicha bozorda har doim o'ng tarafda mana bu joyda narx-navo yozilgan bo'ladi. Meni qarashim bo'yicha bozordagi mana bu soyalar shunchaki qaysidir narxdan olayotgan rejection xolos, ya'ni отбойный уровень. O'zbekchasini oladigan bo'lsak, inkor etilgan, rad etilgan уровень hisoblanadi, level hisoblanadi. Masalan, mana bu joyda soya bormi? Svecha avval pastga tushgan, yopilgunga qadar yuqorida yopilgan, mana bu joyda soya qoldirib ketgan. Bu soyani aynan o'ng tarafga qaraydigan bo'lsak, bozordagi ma'lum bir narxdan olayotgan rad javobi, inkor etilayotgan joy deb olsak bo'ladi. Soddaroq qilaman, lancharta chizaman. Bozordagi qaysidir narx-navo kelyapti, qaysidir narxga kelganda bu joydan orqasiga reaksiya olyapti. Topdim o'rtoqlar, yana ham osonroq bo'ladi agar biz soyani, pinbarni reaksiya deb oladigan bo'lsak. Nimani reaksiyasi? Narxni ma'lum bir narxdan reaksiyasi. Harakatlanayotgan narxni kelyapti, qaysidir narxga keldi, vot ko'tarildi, orqasiga reaksiya olyapti. Bu har doim bozor qaysidir narxdan reaksiya olayotgan bo'ladi. Mana bu joydami, mana bu joydami, mana bu joydami yoki mana bu joydami. Va harakatlanayotgan narx bozordagi qaysidir narxdan olayotgan reaksiyasini line chartda mana bunaqangi ko'rinishda, strukturni ko'rinishda, swechnoy chartda esa mana bunaqangi pinbar yoki soya ko'rinishda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda chizgan grafikam, tasavvur qilamiz 4 soatli time frame oltin instrumentidagi holat. Mana bu joyda qarshilik zonasi bor. Nega qarshilik zonasi ekanligini sizlar juda ham yaxshi tushunasizlar men o'ylashimcha. Agar tushunmayotgan bo'lsanglar yoki tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, meni mana bu videoroliklarni ko'ringlar. Albatta sizlarda savol qolmaydi, noldan meni qarashlarimni batafsil tushunib olasizlar. Mana bu zona qarshilik zona va mana bu svechani ko'rishimiz mumkin. Mana shu joyga ko'tarilgan, lekin svecha yopilgunga qadar qarshilik narximizdan pastda yopilyapti tanasi bilan. Va bu joyda juda ham ko'plab bozorni reaksiyalarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda 2-3 ta joylarda reaksiyalari bor. Svecha tanasi bilan mana shu qarshilik leveldan yuqorida yopilmaguncha biz bu joydan bayga kirmasdan kutib turamiz. Chunki mana bunaqangi ko'ryapmiz. Mana bunaqangi yolg'onchi buzilishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun doim aytaman, tanasi bilan yopilish katta ahamiyatga ega. Soyasi bor svecha, aytyapmiz, reaksiya. Harakatlanayotgan narx mana shu qaysidir bozorda narxidan reaksiya olayotganiga biz aytamiz ekan. Xo'p, buni tushunib oldik. Soyasi bor svecha bilan soyasi yo'q svechani ahamiyati qanday? Bozorda bu to'g'risida qanday qilib foydalanamiz va biz bu nimalarni bilishimiz kerak? Endigi mavzu aynan mana shu to'g'risida bo'ladi. Tushunarli bo'lish uchun yozib qo'ydim. 4 soatli svechani ochilish narxi mana bu joyda, minimum narxi mana bu joyda, eng maksimum narxi mana bu joy, yopilish narxi esa mana bu joy atrofida joylashib turibdi. 1 soatlik ko'rinishini aynan mana shunga ko'ra chizib chiqdim, taxminiy ko'rinishini. Ochilish narxi mana bu joydan bo'lyapti, minimum narxi, maksimum narxi va yopilish joyi oxir-oqibat mana bu joyda yakunlanyapti. 4 soatli time frame da analiz qilayotgan paytinglarda grafikada sizlarga 4 soatli svecha mana bunaqangi ko'rinishda keladigan bo'lsa, aynan bu svechani yuqoridagi soyasini ko'radigan bo'lsanglar, 1 soatli time frame da
tasavvur qilishlar kerak bo'ladiki, как minimum mana bunaqangi holat joylashib turibdi. 4 soatli time frame sizlarga soya bo'lib ko'rinayotgan mana bu soya 1 soatli time frame qarshilik va himoya uruvellariga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana bu joy qarshilik, mana bu joyni yoki bo'lmasa mana bu joyni himoya zonasi qilib olsak bo'ladi. 4 soatli time frame dagi svechada esa mana bu joy himoya, mana bu soyani o'zi polностью qarshilik zonasi hisoblanadi. 1 soatli time frame lekin bu mana bunaqangi holatda kichrayadi. Endi sizlarga mana shu holat bo'yicha amaliy misol ko'rsatib ketaman grafikada. Diqqat bilan grafikaga qaraymiz. Birinchi o'rinda belgilab olishimiz kerak bo'lgan joy bu qarshilik va himoya zonalari hisoblanadi. Men hozir bularni belgilab olaman. Mana bu joy himoya, yuqoridagisi qarshilik zona. Avval mana bu o'rtadagi joy bo'lsa, ham qarshilik, ham himoya zonasi. Mana bu joyda himoya, mana bu joyda qarshilik. Sizlarga aytgan soyasi bor svechamizga mos keladigan svecha allaqachon paydo bo'ldi. 4 soatli time frame bu 6 instrumenti mana bu yuqoridagi soyani va mana bu pastdagi soyani ko'rishimiz mumkin. Kichkina time frame ga oladigan bo'lsak, bu joyda juda ham chiroyli qarshilik va himoya zonalari mavjud bo'lgan. Biz bu joydan bilishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi o'rinda mana bu joyda qarshilik, mana bu joyni himoya zonasida belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Buni bilishimizdan sabab, agar bozor 4 soatli time frame mana shu qarshilik zonadan yuqorida yopiladigan bo'lsa, bizni qo'yishimiz kerak bo'lgan birinchi maqsadimiz mana bu svechani soyasi hisoblanadi, chunki bu soya ham уже aytdim, reaksiya. Narx ko'tarilgan, bozorda qaysidir narxdan reaksiya olib orqasiga qaytib tushyapti. Agar 4 soatli svecha mana shu qarshilik, aynan mana bu qarshilik zonadan yuqorida yopilsa, birinchi maqsadimiz mana shu joy hisoblanadi. Agar bu svechadan ham yuqorida yopiladigan bo'lsa, уже ikkinchi maqsadimiz mana bu joy hisoblanadi. Xuddi shu holatning teskarisi, agar mana bu svecha, mana bu himoya zonamizdan pastda yopiladigan bo'lsa tanasi bilan, biz birinchi maqsadimiz mana bu soya hisoblanadi. Keyingi maqsadlarimiz keyingi o'rtadagi himoya zonalari qilib olsak bo'laveradi. E'tibor qaratamiz, qarshilik levelini yorib chiqib, lekin svecha yopilgunga qadar baribir mana shu rangening ichida turibdi. Qarshilik va himoya zonani oralig'i range zona hisoblanadi. Agar nima haqida gapirayotganimni tushunmayotgan bo'lsangiz yoki tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, meni mana bu videoroliklarimizni ko'ring, albatta tushunib olasiz. Harakatlantiramiz. Ko'rishimiz mumkin, men boya aytgan mana bu minimumni bozor уже yangilab bo'ldi. Ya'ni birinchi maqsadimizni bozor oldi. Mana bu himoya zonasidan pastda yopilgandan so'ng. Endi mana bu range qaytib kiradigan bo'lsa, yana bir marta qaranglar, bozor ko'tarilib mana bu range qaytib kiradigan bo'lsa, mana bunaqangi holatda tanasi bilan suqilib yopilsa, katta ehtimol bilan mana bu birinchi o'rinda mana bu qarshilik zonasi, ikkinchi o'rinda mana bu svechani soyasi, uchinchi o'rinda mana bu svechani soyasini test qilishi yoki yangilashi kerak bo'ladi. Shunchaki kutamiz. Agar bundan tepada yopilmas, o't yopildi, mana shu joydan kutishimiz mumkin, katta ehtimol bilan tepa yuqori test bo'lishi kerak. Avot уже birinchi maqsad, avot уже ikkinchi maqsad ham test bo'ldi, yopildi. Mana bu urovdan yuqorida yopilsa degandan dalshi mana bu joyga ko'tarilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyga ko'ramiz. O't ketdi уже bozor. Bu amaliyotdan maqsad o'rtoqlar mana bu soyani qanday qilib ishlashi va bu soyani mantig'i haqida sizlarga tushuncha berish xolos. Hech qanaqangi sizlarga boshqa narsani ko'rsatish emas. Soya degani bir so'z bilan aytishimiz mumkin, bu narxni bozordagi qaysidir narxdan olgan reaksiyasi, rad javobi, boshqa narsa emas. Pinbar ham, soya ham nima deb nomlashiladi ahamiyati yo'q, hammasi shaxsan men uchun reaksiya xolos, bozorda reaksiyasi. 4 soatli time frame da bizga soya bo'lib ko'ringan joy 1 soatlik, 30 minutlik, 15 minutlik va undan kichkina time framelarda struktura holatida shakllangan bo'ladi. To есть bizga mana bu joydagi soya biroz oldin sizlarga tushuntirib o'tdim. Kichkina time frame'da mana bunaqangi, mana bunaqa, mana bunaqa va mana bunaqa struktura bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunday ekan, 4 soatli time frame'da analiz qilayotgan paytimizda soyalarga katta ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki o'rtoqlar, sizlarda soyasi bor candlestick to'g'risida tasavvur va tushunchalar uyg'ondi. Sizlar bu narsani tushunib yetdinglar. Endi marhamat qilib soyasi yo'q candlestick mavzusiga o'tamiz. Bu joyda yana ham diqqatimizni bir joyga jamlaymiz. Soyasi yo'q svechalar chunki biroz murakkabroq. Soyasi yo'q svechalarni ikkiga bo'lamiz. Bular aynan maksimumda soyasi yo'q va minimumida soyasi yo'q svechalarga bo'linadi. Aynan hozir maksimumida soyasi yo'q bычий va medveji svecha to'g'risida ko'rib chiqamiz.
ikkisini ham chizib qo'ya qoldim, chunki sizlarda maksimalni tasavvur uyg'onishi va maksimalni tushunarli bo'lishi uchun. Maksimumda soyasi yo'q bычий svecha, maksimumda soyasi yo'q medvejий svecha. Bu bizga likvidatsiya olinmaganligi va yoki поддержка va сопротивление уровеньlari yo'qligidan darak beradi. Mana bu joyga yozib qo'ydim. Videoda mana shu joyga pauzaga qo'yib, albatta bu narsani konspekt qilib olinglar, bo'lmasam eslardan chiqib qoladi yoki chalkashlik yuzaga kelishi mumkin. Likvidatsiya yo'qligi qarshilik va himoya levellarining yo'qligidan darak beradi. Tasavvur qilinglar, struktura kelyapti, bayda vot mana o'sib, maksimum minimumlarni qoldirib va один прекрасный moment mana bu бычий svecha, tepasida soyasi yo'q svechamiz yuzaga kelsa-yu va bu svechamiz ming biz o'rganganimizdek qarshilik levelidan yuqorida yopiladigan bo'lsa, bu joydan biz bayga zilka qilmaymiz. Nimaga? Chunki bu yuqorisida soyasi yo'q bычий svecha likvidatsiya va qarshilik himoya levellariga ega emasligini anglatadi. Shunday ekan biz bu joydan bayga zilka qila olmaymiz. Xuddi shunday mana bu tepasida maksimumda soyasi yo'q bычий svecha ham xuddi shu narsani anglatadi. Yana bir marta tasavvur qilamiz. Yuqoridan struktura kelyapti, vot selga tushib, maksimum minimum pasayib va один прекрасный moment kelib mana bu svecha hosil bo'lsa-yu, tepasida soyasi yo'q va bu ming himoya levelimizdan tanasi bilan pastda yopilgan taqdirda ham biz bu joydan selga zilka qilmaymiz. Bozor bunaqa joydan biz selga zilka qilishimiz arzimaydi. Chunki bu nimaga? Bu svechani yuqorisi soyasi yo'q. Soyasi yo'q degani mana bu joyda qaytarib o'tdim. Bu joyda likvidatsiya yo'q. Bozor istalgan moment biz mana bu joydan tanasi emas pastda yopildi, davay ketdik selga deb zilka qilganimiz bilan istalgan moment orqasiga uchib ketishi mumkin. Bu uje 50 ga 50 svecha hisoblanadi. Yuqorida soyasi yo'q bычий svecha ham, yuqorida soyasi yo'q medvejий svecha ham 50 ga 50 signal bu. Bu joydan umuman zilka qilish arzimaydi. Bu narsani albatta daftarlarga yozib olinglar. Maksimumida soyasi yo'q svecha sizlarga tushunarli bo'lsa, endi marhamat minimumida soyasi yo'q svechalarga o'tamiz. Bu ikkinchi bo'limni mana bunday deb nomladim. Likvidatsiyasi bor, maqsadi bor, qarshilik va himoya zonasi bor. Faqatgina qarshilik va himoya zonasida biroz nyuanslari bor bu joyda. Lekin все равно har holda bor. Mana bu birinchi bычий svechamiz pastida soyasi yo'q bo'lgani bilan, lekin qaysidir qarshilik zonasidan yuqorida mana bunaqangi tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, bu joydan dalshi bayga zilka qilishi mumkin. Svecha yopilishi bilan bundan oldingi amaliyotda aytganimdek, birinchi maqsad mana bu soya bo'ladi. Ikkinchi maqsad undan keyingi o'rindagi qarshilik zonalari bo'lishi mumkin. Lekin birinchi maqsad albatta mana bu o'zini soyasini yangilanishi hisoblanadi. Qarshilik levelidan yuqorida yopildi, dalshi bayga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Himoya zonasi bor. Mana bu joyda bu svecha katta ehtimol bilan o'zidan oldingi struktura bo'yicha struktura bayda kelayotgan bo'lsa, mana bunaqangi holatda soya qo'ymasdan o'sib ketishi mumkin. Agar trend juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa-da, mana bu joyni biz himoya zonasi deb olsak bo'ladi, soyasi yo'q bo'lsa ham. Bычий svecha holati tushunarli bo'lsa, endi medvejий svecha holatiga o'tamiz. Medvejий svechada sizlarga ma'lumki, trend yuqoridan pastga qarab keladi. Mana struktura kelayotgan paytda biroz oldin aytganimda likvidatsiya bor. Mana bu likvidatsiya, to есть narx pastga qulashdan avval tepaga soya qo'yib, keyin qulayapti. Bu joyda qarshilik leveli ham bor. Aynan mana shu medvejий ko'rinishda himoya zonasi biroz chalarroq bo'lishi mumkin. Chunki bu joyda pastida soyasi yo'q. Pastida soyasi yo'q degani bu joyda himoya zonasi hali beri shakllanmagan degani. Lekin himoya zonasi hali beri shakllanmagan bo'lgani bilan, agar mana bu medvejий svechamiz qaysidir himoya zonasidan tanasi bilan pastga yopiladigan bo'lsa, yopilishi bilan selga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Chunki yuqorida buni mana bu joyda likvidatsiyasi bor, soyasi bor. Mana shu joydan selga zilka qilishimiz va bozor dalshi davom etishiga savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Soyasi minimumida yo'q svechalardan foydalanish mana shunaqangi holatda shaxsan meni nazarimda mana shulardan iborat bo'ladi. Avvalambor line chartda chizib tushuntiraman sizlarga. Vot narx-navo harakatlanyapti. Mana bu birinchi to'xtalishga e'tibor beramiz biz o'rtoqlar. Bozor nima uchun aynan bu joyda to'xtayotgani biz uchun ahamiyatsiz yoki mana bu joyda. Qo'yaveringki, qaysi to'xtalishda biz oladigan bo'lsak, qaysi maksimum yoki minimum bo'lishidan qat'iy nazar, nima sabab u yerda to'xtagani biz uchun ahamiyatsiz. Bu bizga kerak emas. Savdoyimiz davomida bu bizga daromad qilishga yordam bermaydi. Biz grafikada bu joylarda o'zimizga belgilab olishimiz, e'tibor qaratishimizning sababi bitta.
bozordagi narx aynan mana shu joydan reaksiya olganligini bilishimiz kerak xolos. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas bizga. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana shunaqangi zona, qarshilik va himoya zonalarini belgilab chiqamiz. Xo'p, line chartda qarshilik va himoya zonasi mana bunaqangi holatda ko'rinadi. To есть mana bunaqangi chuqurchaloq yoki mana bunaqangi maksimumga o'xshagan. To есть mana bunaqa kelyapti, qaytyapti, reaksiya olyapti, kelyapti, ko'tarilyapti, reaksiya olyapti. Mana shu joydan biz mana bu joy himoya, mana bu joy qarshilik zonasi ekanini biz bilishimiz mumkin. Endi buni svechnoy chartda qanday bilamiz? Svechnoy chartda qanday qilib ko'rinadi bu? Bu savollarga ham javob beraman. Svechnoy chartda aynan mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Mana bu ichini bo'yamagan svechlarım bular bычий svechi, ichini bo'yagan svechlarim bular medvejий svechi. Birinchi o'rinda mana bu joyga e'tibor qaratamiz. Вот. Bitta medvejий svecha mana bu joyda va bitta bычий svecha yonma-yon joylashgan holatda turibdi. Mana bu svechani yopilish narxi mana bu joyda, mana bu svechani ochilish narxi mana bu joyda. Medvejий svechani oldida bычий svecha hosil bo'ldimi? Всё. Biz mana shu joyda o'zimizga belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi time frame bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu joy men uchun yoki biz uchun, men sizlarga aytayotgan teoriya konsepsiya uchun mana shu joy поддержка zonasi hisoblanadi. Nimaga aynan mana shu joyda himoya zonasi deb olayotganimni menimcha sizlar tushundinglar. Xuddi shunday qarshilik zonasi xuddi shunday teskarisi bo'ladi. Mana bu joyda bitta bычий svecha, mana bu joyda bitta medvejий svecha joylashib turibdi. Va mana bu bычий svechani yopilgan narxi, medvejий svechani esa ochilgan narxi bitta urovenda deyarli bir xil narxda. Men boya aytdim, mana bu grafikani o'ng tarafda har doim narx-navo bo'ladi. Bitta narxda ikkalasi joylashib turganligi uchun mana shu joy biz uchun qarshilik zonasi hisoblanadi. Agar sizlarda tasavvur paydo bo'lgan bo'lsa, unda biz birinchi qadamni уже o'xshatdik. Ya'ni birinchi qadamga bitishga qo'ysak yarashaveradi bot. Mana ikkinchi bo'limimizni ham yozib qo'ydim. Bu range bo'limi hisoblanadi. Range o'zi asli nima? Sodda qilib aytaman. Bundan oldingi bo'limda belgilagan mana bu keldi, qarshilik zonasini yaratdi, qaytdi. Himoya zonasini yaratdi, yana ko'tarildi. Mana bu zona qarshilik zona bo'lsa, mana bu zona himoya zona bo'lsa, himoya zona bilan qarshilik zonaning oralig'i range zona hisoblanadi. Range'ni biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalarni bilishimiz kerak? Bozor doim range'dan range'ga qarab harakatlanadi. Bozorning o'zi asli meni ko'rishim bo'yicha, meni точка зрениям bo'yicha range'dan iborat. Hamma time frame'da absolutni bozordagi narx-navo range'dan range'ga qarab harakatlanib yuradi. Bozor masalan trend paytida bo'ladimi? O'suvchi trend. Bozor tushuvchi trendda bo'ladimi? Mana bu joy qarshilik, mana bu joy himoya. Qarshilik, himoya, qarshilik, himoya. Levellarni chizadigan bo'lsak, vot mana qaranglar. Mana bu birinchi range, mana bu ikkinchi range, mana bu uchinchi range. Range nima dedim? Qarshilik va himoya. Qarshilik va himoya zonani oralig'ini range dedim. Mana bu joyda qarshilik bormi? Bor. Himoya bormi? Bor. Qarshilik, himoya, qarshilik, himoya. Absolutna farq yo'q. Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Ko'tariluvchi, tushuvchi, yotuvchi, turuvchi, yuguruvchi farqi yo'q. Nima deb nomlashlarida ahamiyat yo'q. Xohlagan terminlarda aytinglar. Hammasini mantiq, ma'no, negizi oxir-oqibat olib borib bitta joyga olib boradi. O'ng tarafda narx-navo bo'lgan bo'lsa, bozordagi любой terminlar mana shu narx-navodan qanaqangi reaksiya qilganligi va biz undan qanday qilib foydalanishimiz mumkinligini ajratish uchun biz bularga termin berganmiz. Короче, siz menga o'xshagan odamlar boya aytib bundan oldingi bo'limda aytib o'tganimdek nom qo'yishgan. Xuddi shunday ekan, siz xohlagan nomingiz bilan nomlashingiz mumkin. Mana bu joyda ham bor himoya, qarshilik, himoya, qarshilik, himoya, qarshilik. Faqat bular trend bo'ylab. Вот, mana bunaqangi chizadigan bo'lsak, mana birinchi range, ikkinchi range, uchinchi range. Bozor doim range'ga qarab yuradi. Даже bu flat bo'lgan paytda ham bu birinchi bozorning holati, ikkinchi holati va uchinchi holat mana bunaqangi holat. Mana bu joy maksimum, minimum, maksimum, minimum. To есть qarshilik, вот, himoya,
qarshilik, himoya, qarshilik, himoya. Qarshilik, himoya, qarshilik, himoya. Faqat flat paytida bu narsa juda ham chalkashlik bo'lib ketadi. Birinchi range, ikkinchi range, mana bu joyda 3-range, 4-range, 5-range, 6-range, 7-range. Qaysi time frame bo'lishidan qat'iy nazar mana shunaqangi holatda yuradi. Bu range. Habibiz, shu nuqtada aytib o'tib ketishim kerakki, sizlarga kerakli bo'ladigan linklarning hammasi mana shu videorolik izohida, opisiyaniyasida yoki kommentariyasida qoldirilgan bo'ladi. Plus, YouTube kanalimga kirsanglar, video bo'limiga o'tsanglar, bu joyda juda ham ko'plab informatsiyalar, ma'lumotlar, jonli savdolar taqdim etilgan. Mana bu joyda playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlarni alohida mavzularga bo'lib qo'yganman. Jonli savdolar ham, brokerdan registratsiya verifikatsiya noldan ish boshlash to'g'risida ham va boshqa ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Men savdo qiladigan asosiy ikkita brokerim bor. Bu RoboForex va Exness brokeri. O'ylaymanki, range haqida sizlarda tasavvur paydo bo'ldi, tushunib angladinglar. Endi 3-bo'limga o'tamiz. Uchinchi bo'limimizda biz toza yurilmagan joylarni topishimiz kerak bo'ladi. To есть toza joy deb yozib qo'yaman. Toza yurilmagan joy deganda, toza yurilmagan joy bizga har doim maqsad vazifasini o'taydi. Bu nima degani? Masalan, tasavvur qilinglar. Toza yurilmagan joy, mana bu qarshilik, mana bu himoya, mana bu joydagi qarshiliklar, mana bu joydagi himoya va mana bu joydagi qarshiliklarni oraliqdagi toza yurilmagan joy deganda mana bu joy nazarda tutiladi. Vot. Hech qanday svecha yo'q, bozor hech qanday to'xtalishsiz osongina bayga ko'tarilgan yoki bozor hech qanday to'xtalishsiz osongina selga tushgan joylarni toza yurilmagan joy deb olamiz. Bu joylardan biz maqsad vazifasida o'taymiz. Mana bu joyda tasavvur qilinglar, vot himoya zonasi bo'lsa, bozor kelib mana shu joydan buzib tushib, pastda mana bunaqangi medveji svecha bo'lib yopiladigan bo'lsa, vot biz keyingi podдержкаgacha, mana bu podдержкаgacha selga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Vot mana bu joygacha maqsad vazifasi o'taymiz. Agar bu joydan ham pastda yopiladigan bo'lsa, keyingi mana bu himoya va mana bu himoya zonasigacha biz selga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Toza yurilmagan joy bu maqsad uchun olinadigan joy. Toza yurilmagan joy line chartda mana bunaqangi ko'rinishda ko'rinadi. Switchnote chartda esa mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Hozir chizib ko'rsatib beraman. Diqqat bilan qaraymiz. Mana bu joy qarshilik zonasi bo'lsa, mana bu joy himoya zonasi bo'lsa va mana bu svechani ko'ryapsizlar, hech qanday to'xtalishsiz shunchaki ko'tarilgan svecha. Bitta, ikkita, uchta to'xtalishsiz, hech qanday medveji svechasiz, faqat bichi svechani o'zi ko'tarilyapti. Agar shunaqangi joy kelsa-yu, mana bu himoya zonasidan один прекрасный момент, mana bu medveji svechamiz buzib, tanasi bilan pastga yopiladigan bo'lsa, mana bu yurilgan toza joy biz uchun maqsad vazifasini o'taydi. Bu 3-bo'limimizdagi toza joy degan joyimiz mana shunaqangi hech qanday qarshiliklarsiz, hech qanday to'xtalishlarsiz liba bayga ko'tarilgan, to'g'ridan to'g'ri liba selga tushgan svecha yoki joylarni qidirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi joylar nazarda tutiladi toza joy deganda. Bozor masalan selga yurmoqchi bo'lganda hech qanday mana bunaqangi to'xtalishsiz, mana bunaqangi kashalarsiz, prosta tak bunaqa narsasiz, shunchaki mana selga tushyaptimi, o't mana ketyapti selga tushib, mana shunaqangi joylar nazarda tutilyapti. Mana bunaqangi flatlar, kashalar, konsolidatsiya bunaqa narsalar yo'q. Bitta, ikkita yoki uchta, boringanda 4 ta svechagacha prosta tak shunday ko'tariladigan yo'nalish, mana bu impulsni boshlanishidan impulsni yakunigacha bo'lgan joy nazarda tutilyapti toza joy deganda. Bu joy biz bu yerda maqsad sifatida foydalanamiz. Yana qaytaraman. 3-bo'limda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa aynan mana shu narsa edi. Demak, endi 4-bo'limga o'tamiz. Bozorga kirish, zilkani qachon, qayerdan, qayoqqa qarab ochish, qachon yopish va nimaga yopish, nimaga u joydan zilkaga kirish, mana shularni barchasi bo'yicha 4-bo'limimiz haqida batafsil gaplashamiz. 4-bo'limda sizlarga kompyuterdan tushuntirib berishga harakat qildim, chunki o'yladimki, bu sizlarga maksimalni foydali, maksimalni tushunarli bo'ladi. Demak, boshladik.
Bozorga zilka qilib kirish biz uchun eng asosiy bo'lgan ikki turga bo'linadi. Ikkita asosiy yo'l bor. Bu sizlar o'ylagan buy yoki sell emas. Bu bozorga liba fake out orqali, liba breakout orqali. O'zbekchasi haqiqiy buzilish yoki yolg'onchi buzilish. Shaxsan men bilgan va men ishlatadigan eng asosiy ikkita bozorga kirish usuli mana shular hisoblanadi. Fake out va breakout. Endi bu ikkala bo'limda ham mayda parchalarga bo'lib, ikir-chikirgacha sizlarga ma'lumot berib chiqaman. Habibis endi e'tiborimizni yana ham 2 barobar ko'proq jamlashimizga to'g'ri keladi. Fake out masalasi kengroq qamrovga ega bo'lgan masalalardan hisoblanadi. Vot, qaranglar. 1 soatlik time frame mana nomer 1 deb yozib qo'yganman. Bu birinchi misol ko'rinishida. Buni videoda mana shu joyda to'xtatib, rasmga olishlar yoki daftaringizga chizib olishlar ham mumkin bo'ladi. Bu fake out bo'limini birinchi misol ko'rinishida. Yaxshilab qarasak, mana bu joyga oltin va 1 soatlik time frame deb yozdim. O'ng tarafga esa oltin 4 soatlik time frame. Bu degani xuddi mana shu joydagi 1 soatlik time framedagi qaysidir misol ko'rinishini, o'ng tarafdagi esa 4 soatlik time framedagi holati hisoblanadi. Sanaymiz, bitta, ikkita, uchta, to'rtta svecha joylashgan bo'lsa, to'rtta 1 soatlik necha bo'ladi? To'ppa-to'g'ri aytasizlar, bitta 1 soatlik svechaga to'g'ri keladi. Vot, mana bu joyga chizib qo'ydim. Endi mana bu fioletoviy rangda belgilangan uroveni bu resistant level, ya'ni qarshilik zonasi. Tasavvur qilamiz, 1 soatlik time frameda bozor harakatlanib kelyapti va mana bu joydagi qarshilik levelimizga keldi va bu joyda bozor buzib chiqishga harakat qildi, lekin o'xshamadida, orqasiga qaytib tushib, oxirgi 1 soatlik svechamiz mana bunaqangi holatda yopildi. Agar bozorda mana shunaqangi holat ko'radigan bo'lsanglar, mana bu svechani soyasini tagiga sell stop qo'yib, stop lossni svechani yuqorisiga qo'yib, bu stop loss esa agressivni stop loss hisoblanadi. Stop lossni желательно yana ham yuqoriroq qo'ygan ma'qul, lekin как положено fake out holatda kiritgan bo'lsak, sell stop bilan kirsak, stop lossni mana bu joyga qo'yganimiz ma'qul. Take profitni esa eng yaqin o'rtadagi himoya zonamizga qo'yishimiz kerak bo'ladi. 4 soatlik time frameda esa bu holat aynan mana bunaqangi holatda ko'rinadi. Narx ko'tarilib, qarshilik levelimizga kelib, bu joyni buzib chiqmoqchi bo'lgan, lekin svecha yopilgunga qadar orqasiga tushib, qarshilik levelidan pastda yopilyapti. Vot, mana shunaqangi holatda sell stopni mana bu joyga qo'ysak, vot mana bu joyga agar sell stopimiz bozor aktivatsiya qiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan hech bo'lmaganda mana bu bitta, ikkita o'zidan oldingi svechalarning soyasini yangilagandan so'ng keyin dalshi bayga yurishi mumkin bo'ladi. Mana shunaqangi holatda savdo qilishimiz mumkin. Birinchi usuli fake outdan foydalanishdi. Lekin o'rtoqlar, e'tibor berishlar kerak bo'lgan joy borki, buni qanday holatda savdo qilayotganda hech qanaqasiga sizlar trendga qarshi savdo qilayotgan bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni 4 soatlik time frameda vot mana bu joyga chizaman hozir. Mana o'rtoqlar, e'tiborimizni qaratamiz xuddi o'sha oltin instrumenti 4 soatlik time frame vot. Aynan mana bu joydagi misolda mana bu joyga kengroq qilib chizdim. Bu ham 4 soatlik time frame. Mana bu ham 4 soatlik time frame edi. Trend sellda kelayotgan bo'lish kerak. Shtobi bu joyga sell stop qo'yib, dalshi sellga zilka qilishimiz uchun. Fake out holatida savdo qilish bu trendga qarshi uchun emas. Trendga qarshi savdo qilish uchun biz mana bu breakoutdan foydalanishimiz kerak bo'ladi, lekin fake out faqat trend bo'ylab. Tasavvur qilamiz, 4 soatlik time frame, katta time framedagi struktura sellga qaratilgan. Mana bu joyda bozor keldi, birinchi podдержкani yasadi, birinchi qarshilikni yasadi. Mana bu joyga bozor kelyapti, birinchi himoya zonani yasadi, ko'tarildi, birinchi qarshilik zonani yasadi va orqasiga qaytib tushib, ikkinchi himoya zonasi va yana qaytib ko'tarilib buzmoqchi bo'layotganda, svecha buzib chiqib, lekin svecha yopilgunga qadar nima qilyapti? To'ppa-to'g'ri taxmin qildinglar, qarshilik urovenimizdan pastda yopilyapti. Aynan mana bu holatdagidek. Mana shunaqangi holatda biz bu joyda vot mana bu struktura bo'yicha sell stop qo'yib, oxirgi yopilgan svechani minimumiga stop loss qo'yib, stop lossni yuqorisiga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agar bozor bizni mana shu holatda sell stopimizni aktiv qiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bozor yoqqa bu yoqqa yuradimi, liba прямой, katta ehtimol bilan keyingi podдержкani test qilgani yoki mana bu joyni test qilgani tushish kerak bo'ladi. Biz bu joydan foydalanib olishimiz mumkin bo'ladi. Videoni mana shu joyda pauzaga qo'yinglar. Mana shu holatni chizib, o'zingizlarga konspekt qilib olinglar. Bozorga kirishda fake out bo'limini eng asosiysi bu mana shu chizib tushuntirganim
hisoblanadi birinchi turi. Ikkinchi turi bor, u unchalik ham mashhur emas, unchalik ham sizlarga foydasi, ya'ni deyarli farqi yo'q bir-biri bilan, lekin все равно sizlarga ma'lumot aytib o'tib ketaman. Ikkinchi holatda mana bu 3-svecha yoki keyingi svechamizmi biroz muddat bozor mana shu joyda yurgandan so'ng qachondir orqasiga qaytib tushayotganda yuqoriroqqa soya qo'yishi mumkin bo'ladi. Ya'ni soyasi uzunroq bo'ladi bu svechani. Soyasi uzunroq holatda bo'ladigan bo'lsa, biz sell stopni mana bu svechani tagiga minimumiga soyasiga qo'ymaymiz-da, tanasiga qo'yishimizga to'g'ri keladi. Mana bu yuqoriroqdan, ya'ni sell stopni qo'yishimiz, stop lossni biroz yuqoriroqqa qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Все равно bu ham mana shu fake out bo'limi bilan deyarli bir xil, faqat biroz bozorga kirish usulimiz ozgina boshqacharoq. Ya'ni sell stopni biroz yuqoriroqqa qo'yamiz, soyasiga qo'ymaymiz-da, tanasiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bozor katta ehtimol bilan eng yaqin o'rtadagi podдержкаga tushishi kerak bo'ladi. To есть mana bu joyni test qilish kerak bo'ladi support levelda. Bu katta time frame'da deyarli hech qanday o'zgarishga olib kelmaydi. Asosan 1 soatlik, 30 minutlik, 15 minutlik, 5 minutlik time frame'larda ozgina raznica qilish mumkin. Atak deyarli bir xil. O'ylaymanki, sizlarda fake out haqida tasavvur paydo bo'ldi. Endi sizlarga breakoutdan qanday qilib foydalanish, chindan buzilish to'g'risida ma'lumot aytib o'taman. Biroz oldin aytib o'tganimdek, fake out bo'limida biz faqatgina trend bilan birga ishlaymiz. Endi breakout bo'limida esa biz ham trend bilan birga, ham trendga qarshi savdo qilishimiz mumkin. Bu joyda nyuanslari bor. Daftar ruchkamizni yaxshilab tayyorlaymiz va eshitishni boshlaymiz. Vot habibis qaranglar, birinchi misolimizda trend bilan birga breakout bo'limida savdo qilamiz. Katta time frame'dagi strukturalar buy trendda. Bozor kelyapti, o'zini birinchi qarshiligini topyapti, birinchi himoyasini topyapti va sizlarga bundan oldingi bo'limlarda aytganimdek, qarshilik va himoya zonani orasi range zona hisoblanadi. Bozor o'zini range'ini topdi va mana bu joydan atin prekrasniy moment, mana bu bычий svecha qarshilik uruvenimizdan yuqorida tanasi bilan yopilyapti. Yuqorida tanasi bilan yopilyapti degani biz mana shu joydan o'zidan bayga zilka qilamiz. Mana shu joyni o'zidan bayga zilka qilsa bo'ladi. Stop lossni mana shu yorib o'tgan svechani pastiga qo'ysak, bu agressivniy stop loss. Reshni tagiga qo'yadigan bo'lsak, bu более-менее adekvatniy stop loss hisoblanadi. Mana shu joydan bayga zilka qilishimiz va bozor katta ehtimol bilan keyingi o'zini qarshilik zonasiga ko'tarilishini bildiradi. To есть mana bunaqangi o'sish bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan shunaqangi holat bo'ladi. Chunki biz trend bilan birgalikda savdo qilyapmiz. Svechamiz qarshilik uruvenidan yuqorida yopildi. Bu joyda katta ehtimol bilan biz keyingi qarshilik zonani test qilgani ko'tarilamiz. Mana shunaqangi holatda breakoutdan biz foydalanishimiz mumkin. Selga zilka qilish esa xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Shunchaki mana bu svecha yuqoriga emas, mana bu podдержкamiz pastga yorib tushgan bo'ladi. Erinmaymiz, buni ham sizlarga chizib tushuntirib beraman, чтобы tasavvur uyg'onishi uchun. Agar bozor mana bunaqangi holatda yopiladigan bo'lsa va trendimiz selldan kelayotgan bo'lsa, xuddi mana shunaqangi holatda selga zilka qilishimiz mumkin. Mana bu svecha yopilgan joydan. Selga zilka svecha tanasi bilan pastda yopilishi bilan mana shu joydan ochiladi selga zilka. Take profit katta ehtimol bilan keyingi podдержка zonasiga qo'yiladi. Agar bozor selda kelayotgan bo'lsa, sell trendda bo'lsa. Sababi sizlarga men hozir aytdimki, biz faqat trend bilan birgalikda savdo qilishni ko'rib chiqyapmiz, breakout bo'liminikini. Endi bu tushunarli bo'lsa, bir trend bilan birga savdo qilish, videoni aynan mana shu joyda pauzaga qo'yib, buyga yoki sellga qanday qilib zilka qilish kerakligini daftarlarga chizib olinglarda, men sizlarga esa hozir trendga qarshi qanday savdo qilish kerakligini tushuntirib beraman qo'limdan kelgancha. Tayyor bo'lsizlar, demay boshladik. Vot, mana bu joy birinchi qarshilik, mana bu joy birinchi podдержка. Nega aynan bu joylarda himoya yoki qarshilik zonasi deyotganimni uje sizlar tushunasizlar. Vot, ikkinchi qarshilik zonamiz mana bu joyda turibdi. Mana shu joyda qaranglar, birinchi qarshilik va himoya zonani oralig'i birinchi range, ikkinchi qarshilik va himoya zonani oralig'i bu ikkinchi range hisoblanadi. Bu joyda ikkita range bor. Trend bo'lsa sellda kelyapti. Vot, mana sizlarga tushunarli holatda turibdi. Trend yuqoridan pastga qarab tushyapti, sell trendda. Bozor birinchi podдержкani topdi, birinchi сопротивлениeni topdi, ikkinchi сопротивление va ikkinchi podдержкani ham topdi. Ikkinchi podдержка mana bu joyda uruvenda oladigan bo'lsak, mana joy podдержка hisoblanadi. Shuncha ikkinchi podдержка deyapman. Va один прекрасный moment, mana bu svecha qachon ikkinchi rangeda yuqoridagi qarshilikni buzib chiqib, tanasi bilan yuqorida yopilmaguncha, to есть mana bu joyda diqqatimizni jamlaymiz. Trend sellda ekan, xo'p, tushunarlik. Bozor birinchi range topdi, ikkinchi range topdi, xo'p, tushunarli bu ham. Endi 3-o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, qachonki svecha
tanasi bilan ikkinchi ranjda qarshiligidan yuqorida yopilmaguncha biz bu joydan bayga zilka qilmaymiz. Один прекрасный момент. Mana bu bычий свеча tanasi bilan ikkinchi ranjda qarshiligidan yuqorida yopilyaptimi? Вот, пожалуйста, mana shu joydan bayga zilka qilamiz. Вот, shunchaki bayga zilka qilamiz. Stop lossni mana bu joyga yoki range tagiga qo'ysak bo'laveradi. Mana bu joyga qo'yish ham, mana bu joyga qo'yish ham to'g'ri qaror. Trend kuchli selda bo'lsa ham, lekin bizda mana bunaqangi ikkita range paydo bo'lgan bo'lsa bozorda, biz bu joydan bayga zilka qilishimiz mumkin. Ya'ni men bayga zilka qilaman. Ko'p bu narsani ko'rsatganman sizlarga. Mana shu joydan bayga zilka qilib, take profitni eng yaqin o'rtadagi qarshilikka qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Stop lossni esa mana bu minimumga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'rtoqlar breakout bo'limini trendga qarshi savdo qilish holati, strukturasi. Videoni mana shu joyida pauzaga qo'yib, buni ham daftaringizga konspekt qilib yozib olinglar. Trendga qarshi savdo boshqa, trend bilan birgalikda savdo qilish boshqa, fake out boshqa, breakout boshqa. O'ylaymanki, sizlarga bularni batafsil tushuntirib bera olyapman. Bu bo'lim sizlarga tushunarli bo'lsa, demak, keyingi bo'limga o'tamiz. Yo habibis, nima gaplar, charchamayapsizlarmi, ishlar yaxshimi? Bugun o'rtoqlar sizlarga bozorga meni kirish setaplarim va u setapdan qanday qilib foydalanish usullarim haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. O'tmishda qilgan xatolarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Agar videoni ko'rishga va ma'lumot olishga tayyor bo'lsanglar, demak, boshladik. E'tibor berishinglar kerakki, bozorga kirish uchun setap boshqa va u setapdan foydalanib qanday holatda kirish, ya'ni buy stop yoki sell stop yoki buy limit yoki sell limit yoki shunchaki buy yoki sell ochib kirish usullari va setup ikkalasi ikki xil holatda ifodalanadi. Birinchi o'rinda aytishim kerak bo'lgan narsa bu proboy, ya'ni buzilish. Tanasi bilan svecha qachon buzib tepada yopilgandan so'ng va u setup qanaqangi holatda bo'ladi, qayergacha take profit, qayerda stop loss va qanaqangi uslublarda kirishdi, hozir sizlarga chizib tushuntirib beraman. Mana bu joyga proboy deb yozib qo'ydim. Bu buzilish, ya'ni buzilish deb nomlaymiz. Buni xohlagan nominglar bilan nomlashinglar mumkin. Shunchaki biz nomini chalkashtirib yoki vaziyatlar chalkashtirib yubormaslik uchun buzilish deb nomlayman. Bitta bычий svechani tasavvur qilinglar. Mana bu qora bilan belgilagan joyim nuqta-nuqtalar. Bular сопротивление уровеньlari, ya'ni o'tmishda bozorda qaysidir narx, doim o'ng tarafda narx-navoyimiz bo'ladi. O'tmishda mana shu qaysidir narxda bozor to'xtalgan yoki reaksiya olgan yoki bo'lmasam сопротивление, resistant уровеньini yaratgan уровень mana bu qora tochkalar hisoblanadi. Tasavvur qilinglar. Svecha, bычий svecha, один прекрасный момент, nimadir sabab bo'ldi, sababi ahamiyatsiz, tanasi bilan yuqorida yopilyapti. Tasavvur qilinglar, bu oltin instrumentida 4 soatlik time frame. Qarshilik urovimiz bor. Mana bu bычий svecha tanasi bilan buzib tepada yopilayotganini ko'ryapmiz. Bu уже bizga bayga zilka qilishimizga fakt. Agar katta time framelarda va kichkina time framelarda umuman o'tmishni ko'ramiz, mana bu yerdagi analizga bog'liq. Analizimiz bayda ko'rsatayotgan bo'lsa, ya'ni tendensiya bay, katta struktura, kunlik, haftalik, oylik time framelardagi holat struktura bay bычий bo'ladigan bo'lsa, mana bu сопротивление уровениdan 4 soatlik svechamiz tepada yopilsa, все, bu bizga bayga zilka qilish uchun ajoyib povod hisoblanadi va bu joydan biz 3 xil holatda foydalanishimiz mumkin. Mana bu уже proboy. Nimaga proboy deyapman? Ya'ni buzilish, chunki svecha tanasi bilan сопротивление уровениdan yuqorida yopilyapti. Все, 3 ta holatda kirishimiz mumkin. Birinchi holatda biz mana bu joyda o'ziga buy, ya'ni svecha yopilishi bilan shunchaki buyga zilka ochamiz. Vot yozaman. Birinchi usul bu buy. Shunchaki buyga ochamiz. Svecha yopilishi bilan, 4 soatlik svechani yopilishi bilan stop loss mana shu svechani tagiga bo'ladi. Chunki сопротивление уровенini mana shu svecha buzib chiqib, tanasi bilan shu svecha yopilyapti. Bu degani bu svecha initsiativa ko'rsatyapti. Keyingi сопротивление zonasigacha katta ehtimol bilan bozor tez qilgani ko'tarilishi mumkinligi haqida mana bu ma'lumot beradi. Bu ma'lumotni qayerdan olamiz? Yana qaytaraman, to'ppa-to'g'ri aytdinglar. Mana bu nuqta-nuqtali joy qarshilik uroveni bo'lsa, bundan yuqorida yopildi. Bozor katta ehtimol bilan keyingi сопротивление uroveniga tez qilgani ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Bu joydan birinchi bozorga meni shaxsan kirish usulim bu. Просто tak buy ochish. Ikkinchi usuli bor. Ikkinchi svechani kutish, ya'ni bozorga qanday reaksiya qilishini. Например, bu tushgan ikkinchi zilkamiz bo'lishi mumkin. Birinchi buyga yurishdan avval sellga yurib, soyani qo'yib, vot mana sellga yurdi, bitta svecha tasavvur qiling, mana sellga tushyapti. Lekin 4 soatlik svecha uzoq vaqt, 4 soatlik vaqt mobaynida svecha yopilgunga qadar yuqoriga ko'tarilib yopilsa, agar mana bunaqangi holatda vot.
Bu degani bozor mana bu joyga soyani qo'ygan holatida keyin ko'tarilyapti degani. Birinchi selga yurgan joyi bu soyasi, ya'ni soya qoldirib tepaga qaytib ko'tarilishni boshlaydi. Vot. Mana shunaqangi holatda tasavvur qilinglar, bozor birinchi selga tushdi, keyin obratno ochilgan narxidan tepaga qarab ko'tarilishni boshlayotgan payti biz mana shu joydan ikkinchi usulimiz, mana bu birinchi buzib chiqib tepada yopilgan svechani soyasini tepasiga buy stop qo'yamiz. Rovna mana shu soyaga buy stop qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu shaxsan meni bozorga kirishimning ikkinchi uslubi. Ya'ni qanday? Buy stop bilan. Vot men bozorga уже ikkinchi usul bilan kiryapman. Buy stop bilan qachonki mana bu svecha o'smoqchi bo'lsa, agar raz mana bu сопротивление уровениga o'smoqchi bo'lsa, nima qiladi? To'ppa-to'g'ri taxmin qildi. Birinchi o'rinda mana bu buzib chiqqan svechani soyasini yangilash kerak bo'ladi. Bu joyda mana bu svechani soyasiga tegdi, yangiladimi? Meni buy stopimni aktivatsiya qildi. Уже bozorga ikkinchi usul bilan kiryapmanmi? Men kutishim mumkin bo'ladiki, bozor katta ehtimol bilan o'zini сопротивление zonasini tez qilgani ko'tarilish kerak bo'ladi degan fikrda. Vot mana shunaqangi holat. Va bu joyda o'rtoqlar, bu уже ikkinchi kirish usuli bo'lsa, videoni mana shu joyga pauzaga qo'yib, mana bu holatni chizib, o'zingizlarga yoki screenshot qilib olishinglar mumkin, chunki hozir uchinchi kirish usuli haqida sizlarga ma'lumot. 4 soatli svechamiz yuqorida yopilgandan so'ng keyingi svecha pastga tushdi. Pastga tushdi, ikkinchi metodda tushuntirdim. Va yana ham chuqurroq pastga tushsa va qolgan 3 soat vaqt mobaynida svecha qaytib ko'tarilib, bichi holatga aylanib ketib, mana bunaqangi holatda ko'tarilsa, bichi holatga aylanishida biz mana shu joydan yana bir marta buy stop ishlatishimiz mumkin bo'ladi. U buy stopda esa mana bu svechani tanasiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki nimaga? Bu joyda svechani mana bu soyasi uzun. Svecha mana bu oldingi svechani chuqurroq test qilyapti. Ya'ni soyani chuqur qo'yayotgan holatda bo'lsa, mana shunaqangi joyda biz buy stopni mana bu soyaga emas, mana bu tanaga qo'ysak yarashaveradi o'rtoqlar. Chunki men bu bozorda juda ham ko'p kuzatganman bunaqangi holatni. Bozor qachonki mana bu joyga soyani qo'yib keyin ko'tarilar ekan, o'sha buy stopni mana bu joydan kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda kutishimiz shart emas o'rtoqlar, chunki bu likvidatsiyani oladigan narsani olib bo'lib o'sha orqasiga qaytib ko'tarilayotgan bo'ladi. Например, shunaqa fikr qilsak yarashaveradi o'rtoqlar. Shu holatda vot zilka qilaman, bozor katta ehtimol bilan keyingi сопротивление zonasini tez qilgani ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Bu joyda stop loss mana bu svechani tagiga bo'ladi. Bu birinchi variant, yoki bo'lmasa mana bu joyga qo'ysak ham yarashaveradi buzib chiqqan svechani tagiga. Kimga qanaqa, kim qaysi biriga qulay bo'lsa shunda qo'yish mumkin. Уже bu bozorga 3-kirish uslubim haqida. Bu ham buy stop bilan zilka qilyapmiz. Faqat birinchi svechani tanasiga qo'yapman. Proboyni zilkani 3 xil holatda men mana shunaqangi holatda foydalanaman va bozorni mana shunaqangi holatda ko'raman. Bu buy zilka ko'rinishida edi, sell zilka ko'rinishi xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Vot o'rtoqlar, endi sizlarga ложный пробой haqida, fake out haqida gaplashamiz. Fake outni setupi va unga kirish uslubi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Ot ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi setup bu fake out, yolg'onchi buzilish. O'zi asli вообще-то nima deb atasizlar ham bo'ladi, yana qaytaraman. Buni ketmon usuli deb atasizlar ham bo'ladi, barmoq qachi uslubi deb atasizlar ham bo'ladi. Da неважно nima deb atasizlar, bozorda nimalar bo'layotgani неважно. Просто bu joyda svechalarda bozor strukturasiga qarab, texnik bilimga qarab savdo qilish ham mumkin. Vot xohlagan nomiylar bilan nomlaylar. Men yolg'on buzilish deb nomladim buni. O'zi itakda nomi shunaqa, chunki oltin instrumentda yana o'sha 4 soatlik time frame'dagi struktura bo'yicha gaplashyapmiz. Svecha kelyapti, tanasi bilan buzib chiqib tepada yopilyapti. Ya'ni resistant уровениdan, сопротивление уровениdan yuqorida yopilyapti svecha, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keyingi 4 soatlik svecha nima bo'lyapti? Keyingi 4 soatlik svechamiz tanasi bilan сопротивление уровениdan pastda yopilyapti. Bu degani уже bu 4 soatlik time frame bo'lsa, kunlik time frame'ga olsak, mana bu joy уже fake out zonasi hisoblanadi. Ya'ni bitta soya bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, bu 15 minutlik yoki 1 soatlik time frame deylik. 1 soatlik time frame'dagi svecha, 1 soatlik time frame'dagi svecha buzib chiqib bittasi tepada yopildi, ikkinchisi obratno qaytib tushib pastga yopildi. O'sha mana bu joy fake out zonasi hisoblanadi va bozor katta ehtimol bilan keyingi поддержка zonamizga tez qilgani tushib ketishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Agar mana bu svecha, ikkinchi svecha сопротивление уровениdan pastda yopilib olsa, vot mana bu holat bilan adashtirib yubormanglar. Hozir men atay mana bu joyga ikkinchi vaziyatni ham chizdim, chunki bu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy bor.
paradoks nima deb bilasizlarmi? Birinchi svecha kelyapti, tanasi bilan сопротивление уровенini buzib chiqib tepada yopilyapti. Ikkinchi svechamiz esa pastga buzib tushgan, ko'ryapsizlar. Yana orqasiga qaytib chiqib, lekin ikkinchi svecha yopilgunga qadar nima bo'lganda ham mana bu сопротивление уровенdan yuqorida yopilyapti. Вот mana shu joyga e'tibor beramiz. Bu joyda bozor katta ehtimol bilan bayga yuradi. Ya'ni kuzatishlaridan kelib chiqqan holatda bu joyda liba mana bu svechani yuqorisiga, keyingi svecha agar soyasi chuqurroq bo'lsa, mana bu joyga buy stop qo'yishimiz mumkin. Boya aytganimdek, ikki xil holatda kirishimiz mumkin. Agar soyasi keyingi 3-svechani soyasi uzun bo'lsa, mana bu joyga buy stop qo'yishimiz mumkin. Uni aktivatsiya qilishi ham, qilmasligi ham mumkin. Agar aktivatsiya qiladigan bo'lsa, bozor katta ehtimol bilan keyingi сопротивление zonasiga ko'tariladi. Yoki bo'lmasam, soyasi agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, 3-svechani mana bu svechani tepasiga buy stopni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda bozor katta ehtimol bilan buy yuradi. Chunki bizga mana bu svecha u haqida ma'lumotni aytyapti. Chunki mana bu сопротивление уровенini bozor his qilganligi uchun yuqorida yopilyapti. Mana bu joyda esa сопротивление уровенida обратно orqasiga qaytib tushib yopilyapti. Bu joyda biz selga zilka qilishimiz mumkin. Stop lossni mana bu svechani yuqorisiga qo'ygan holatda bozor katta ehtimol bilan mana bu yoqqa tushib bizni zilkamizni atrofga qilish ehtimoli juda ham yuqori. Chunki bunaqangi holat juda ham ko'p marta kuzatilgan. Fake out deganda, yolg'onchi buzilish deganda men mana shunaqangi narsani tushunaman va bu holatdan foydalanaman. Bu mana bu joyda tasavvur qilinglar, selga zilka qilishimiz uchun trend kuchli selda, вот sel trendda kelyapti. Nimadir bo'lib yangi сопротивление zonasini hosil qildi va undan so'ng orqasiga обратно tushishni boshladi. No, уже bu joyda rangelar, уже bu joyda поддержка va сопротивление уровенlarini alohida razbiratsiya qilib chiqish kerak. Bu joydan imенно selga zilka qilish qilmasligi to'g'risida men hozir sizlarga bu videoda asosan setup va setupga kirish uslubi haqida ma'lumot beryapman. Setuplarim va u setupga qanday qilib men zilka qilishim haqida ma'lumot bermoqchiman. U joyda уже analizlar yoki range, birinchi range, ikkinchi range, trend bilan birga trendga qarshi savdo, bu narsalar haqida kanalimda boshqa videoroliklar bor. Alohida qo'yganman. Kirib ko'rishingiz mumkin. U ham mana shunaqangi doskaga chizilgan formatda sizlarga tushuntirishga harakat qilganman. Bu joyda o'rtalar bu videoda chalkashtirib yubormanglar. Yana qaytaraman. Bu joyda setup haqida ma'lumot beryapman va u setupdan foydalanish uchun bozorga kirish uslubim haqida ma'lumot beryapman. To'ppa-to'g'ri taxmin qilinglar, kanalimga kirib boshqa videolarimni ko'rsanglar, savdo qilgan roliklarim ham bor va mana bunaqangi holatda tushuntirgan roliklarim ham bor. Ularni ko'rsanglar, o'ylaymanki sizlarga foydasi tegadi. Вот, bozordagi asosiy ikkita setup haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Fake out va breakout, ya'ni пробойный или отбойный. Ikkalasi o'zi katta ahamiyatga ega bo'lgan setuplardan biri. Bunda ham mana bu fake outda ham 3 xil holatda foydalanishimiz mumkin. Birinchisi prosta tak mana bu joydan selga zilka qilishimiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi mana bu 3-svechani kutamiz, nima qanaqangi reaksiya qilishini. Agar tepaga ko'tarilsa, soyasi uzun bo'lsa-yu mana bu joyga sell stop qo'yamiz. Yoki bo'lmasa soyasi kalta bo'lsa, mana bu svechani mana bu joyga soya qo'yishimiz, sell stop qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va take profitni eng yaqin o'rtadagi поддержкаga qo'yamiz. Stop lossni esa mana bu svechani tepasiga qo'yishimiz mumkin yoki mana bu svechani tepasiga qo'yishimiz mumkin. Mana bu narsa boshqa, mana bu narsa boshqa. Buni prosta farqini bildirish uchun chizdim xolos. Bizning e'tiborimiz fake out, ya'ni aynan mana shu holat uchun. Вот. Mana bu joyda men shunchaki mana bu svechani yopilishiga qarab turib bozor katta ehtimol bilan bayga yurish ehtimoli yuqori. Chunki men bunaqangi holat juda ko'p kuzatganman. Shuning uchun adashtirib yubormasliklari uchun, sizlarga solishtiruv bo'lishi uchun bu narsani chizib qo'ydim. Bu fake out emas. Bu уже дальше bayga. Mana bu esa дальше selga. E'tiborimizda TradingView platformasi, ekranimiz yuqorisida Indicators degan bo'lim bor. Mana shu bo'limga bosamiz. Bu joydan RSI Relative Strength Index. Bu indikator nomini aksent bilan talaffuz qilgan bo'lsam e'tibor bermaysizlar. Mana shuni ustiga bosamiz. Ekranimizga indikatorimiz qo'shildi. Mishkani olib kelib, mana shu indikatorning ustiga 2 marta chap tarafini tez bosadigan bo'lsak, mana bunaqangi katta holatga aylanadi. Bu indikatorni yuqorisidagi chiziqqa e'tibor beramiz. Bu joy 70 ko'rsatkichida turibdi, 70 narxida, o'ng tarafda. Past ko'rsatkichga e'tibor beramiz. Past ko'rsatkich esa 30 narxida turibdi. To есть 30 ko'rsatkichmi nima deb atasak ham ahamiyatsiz. Va o'rtadagi leveliga ahamiyat beramiz. Bu joy 50 holatda turibdi. 70, 50, 30 bu dunyo standarti bo'yicha qabul qilingan eng sifatli, eng toza, eng yaxshi ishlaydigan model hisoblanadi. Mana bu sariq liniya esa moving average indikatori hisoblanadi. Mana bu siniy rangdagi yoki fioletoviy rangdagi liniyalarimiz esa RSI indikatorining ko'rsatmasi. RSI indikatorining chiziqlari, mana bu sariq chiziq esa moving average indikatorining chiziqlari.
Sizlar ham videorolikda ko'rsatganimdek RSI indikatorini yozib grafikalarga tashlaydigan bo'lsanglar, xuddi mana shu meni ekranimdek holatda sizlarga ham tushadi va buni nastroykasini o'zgartirish kerak emas. Qanday bo'lsa shundayligicha turgani ma'qul. Indikatorimizni yuqori ko'rsatkichini 70 dedik. 70 dan yuqoriga agar indikatorimiz ko'tariladigan bo'lsa, bu instrumentni juda ham ko'p sotib olinganligidan, talab ko'payib ketganligidan darak beradi. Agar pastki ko'rsatkichimiz 30 dan pastga tushadigan bo'lsa, mana bunaqangi holatda taklif juda ham ko'payib ketganligidan darak beradi. Bu RSI indikatorini ko'rsatkichlardan balandda yoki pastda yurishi nimani anglatish to'g'risidagi ma'lumot. To есть tepada bo'lsa talab ko'paygan, pastda bo'lsa taklif ko'payganidan darak beradi. Birinchi o'rinda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'rta chiziq. 50 ko'rsatkichiga e'tibor qaratamiz, o'rta chiziqqa qaraymiz. Qachonki mana bu sariq rangdagi chiziq, ya'ni moving average indikatori mana shu 50% dan yuqorida bo'lsa, uje bu bozor hali-veri buy trenddaligidan darak beradi. Bu meni shaxsiy fikrlashim va shaxsiy ishlatayotgan tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Aynan hozirgi holatda oltin instrumenti 1 soatlik time frame'da moving average indikatori sariq chiziq, to есть 50% dan pastga tushdi. Bu degani uje men bozorga qarasam selga zilka qidirishga harakat qilaveraman. Qanday selga zilka qilaman? Bu birinchi o'rinda sariq liniya 50% dan 50 narxidan pastga tushishi bozorda uje selga signal qidiraver degan ma'noda menga anglatadi. Bu birinchi holat, vot yozamiz. Birinchi bo'lib sariq chiziq. Birinchi o'rinda yozamiz moving average, mana MA qilib qo'ydim qisqartirmasi. 50 ko'rsatkichdan pastda bo'lsa, selga signal qidiriladi. Bu birinchi filtr. Ikkinchi filtrimiz bor. Ikkinchi filtrimiz mana bu RSI indikator fioletoviy rangdagi chiziqni ko'ryapsizlar. Agar mana shu fioletoviy rangdagi chizig'imiz obratno ko'tarilib, mana shu 50% atrofiga kelganda va mana bu sariq chiziq hali ham 50 ko'rsatkichini pastida bo'lganda, biz uje selga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Bozorda bizga bu tasdiq signalini anglatadi. Например, mana bu joyga yozib qo'yaman oldin. Ikkinchi o'rinda RSI chizig'i 50 ko'rsatkichga ko'tarilsa, selga tasdiq bo'ladi. Hop. Ikkita filtrni mana bu joyga yozib qo'ydim. Bu shunday qoladi. Agar men buyga zilka qilib ishlamoqchi bo'lsam, xuddi shuni teskarisi. Birinchi o'rinda, birinchi filtrga qaraymiz. Moving average mana bu 50 ko'rsatkichdan yuqorida bo'lish kerak. Mana bu joylarda mana yuqorida bo'lgan va RSI indikatorimizni chiziqlari fioletoviy chiziq mana shu joyda 50% rovna mana shu joyga to'g'ri kelgan ekan. Xuddi mana shuni hozir grafikiga shunday olamizda, bu joyni avval belgilab olganimizdan so'ng aynan mana shu joyni belgilab olamiz. Mana bu joy va vot mana bu joy. Men hali beri grafikani ko'rganim yo'q, hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Vot qaranglar, grafika holatida tak mana bu svecha va mana buni ro'parasi mana bu svechaga to'g'ri kelyapti. Mana shundan ko'rishimiz mumkin. 1 soatlik time frame'da vot mana buyga signal sizlarga. RSI indikatoriga qaraydigan bo'lsak, buyga zilka qilishimiz uchun birinchi filtrimiz nima edi? To'ppa-to'g'ri aytdilar, moving average, ya'ni sariq liniya, ya'ni sariq chiziq RSI indikatorini 50% ko'rsatkichdan yuqorida bo'lsa, biz buyga signal qidiraveramiz. 50% dan pastda bo'ladigan bo'lsa sariq chiziq, biz selga zilka qidirishga harakat qilamiz. Vot. Mana shu joyini o'zida hozir tarixni ko'rmagan holatda vot qaytaramiz, qayergachadir va qayergachadir qaytarib tekshirib ko'ramiz. Hozirgi holat bo'yicha moving average 50% dan yuqori, значит biz hali beri buyga zilka qilishda davom etamiz. Ikkinchi filtrimiz bu fioletoviy rangdagi mana bu 50% ko'rsatkichga keladigan bo'lsa, keyin buyga zilka qilishga harakat qilamiz. Hozir esa shunchaki bozorni harakatlantiramiz. Vot keldi. Mana bu joyda bir marta keldi. Qaranglar, o'rtada to'xtatish ulgurmay qoldim. Birinchi o'rinda indikatorga qaraymiz. Mana bu joyda vot 50% ga kelgan. Birinchi filtrimiz nima edi? Moving average 50% dan yuqorida bo'lish kerak, sariq liniya to есть. U yuqorida. Birinchi filtrimiz plus uje bor. Ikkinchi filtrimiz RSI, ya'ni to есть fioletoviy rangdagi chizig'imiz 50% ga kelsa, uje buyga zilka qilishimiz mumkin. Mana bu joyda vot aynan shu joyda belgilab olamiz. Mana shu joyda kelgan ekan va bozordagi svechani qaraydigan bo'lsak, aynan mana bu svechaga to'g'ri kelyapti. Vot.
Marhamat, mana bu joydan bayga zilka qilishingiz mumkin и, пожалуйста, daromadni olishingiz mumkin. Dальше yana davom etamiz. Bizga birinchi o'rinda RSI holat kerak, grafika emas. Fioletoviy yana 50% ga keladigan bo'lsa, mana bu joyda zilka qilishimiz mumkin bo'ladi bayga. Вот. Mana bu joyda bir marta yaqinlashdi. E'tibor beringlar, mana bu joyda 50% ga yaqinlashdi, lekin 50% da chizig'iga hali beri точный tekkani yo'q. Shunday ekan, bu joydan ham zilka qilsa bo'lardi, lekin mana bu точный tekkanini kutgan ma'qul. Davom etamiz. Ketdi bozor yana. Вот, mana bu joyda bir marta tegdi. Вот, tekkan joyi mana shu atrofda. Mana bu joyda tekkan. Biz mana bu joydan bayga zilka qiladigan bo'lsak, marhamat, bu joyda ham qanchadir muddatda daromad qilishimiz mumkin bo'lar ekan, где-то 300 pips atrofida. Bu joyda ham ishlagan. 100 pips yurgandan so'ng sразу bez ubitga qo'yib, qolganini yarmini yopib yuborish mumkin bo'ladi. Xo'p, sariq liniya hozircha tepada, вот qaranglar, sariq chiziq hozircha tepada. Agar sariq chiziq tepada bo'lib turib, mana bu fioletoviy rangdagi chizig'imiz 50% ga keladigan bo'lsa, yana bayga zilka qilishimiz mumkin. Bizda zilka qilishimiz uchun sodda qilib aytganda ikkita filtr bor. Birinchisi moving average ga qaraymiz, ikkinchi o'rinda mana bu fioletoviy qaraymiz. Вот. Mana bu joyda selga zilka qilishimizga yaqinlashyapti. Nimaga? Chunki moving average 50% ko'rsatkichdan pastga o'tdi. Agar fioletoviy rangdagi mana shu 50 ko'rsatkichni buzsa yoki tegadigan bo'lsa, selga zilka qilsak bo'ladi. Hozircha kutamiz. Tekkani yo'q. Hatcha zilka qilsa bo'ladi, chunki o't mana shu joydan zilka qilishimiz mumkin. Qachongachaki? Selga zilka qilgan bo'lgan. Uje bu joyda sel yopiladi, qaranglar, o'rtoqlar. Mana bu joydan selga zilka qilgan taqdirimizda ham 230 pips atrofida daromad bo'lyapti. Xo'p. Mana bu joyda e'tibor beramiz. Sariq moving average 50% kesib o'tdi. Ikkinchi filtrimiz fioletoviy rangdagi RSI indikatorimiz 50% ga keladigan bo'lsa, bayga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Вот, mana bu joydan marhamat bayga zilka qilishimiz mumkin. Bu ham aynan o'sha levelga olib kelyapti. Mana shu joyni o'zidan где-то bir 200 pips atrofida daromad beryapti. Dальше davom etamiz. Вот, sariq pastga kesib o'tdi, значит biz selga o'tdi trend. Selga zilka qilishni qidirishni boshlaymiz, to есть. Fioletoviy 50% ga yetib borsa, ketdi. Zilka hozircha yetib borganicha yo'q. Вот, yetib keldi. Marhamat, mana shu joydan, вот, kelgan joydan qaranglar. Mana shu joyda mana selga zilka qilsanglar ham, вот, mana sizlarga mana shu joyda o'zdan zilka qilsak ham 300 pips atrofida daromad beryapti. O'ylaymanki, sizlarga keraklicha ko'rsatib bera oldim. Men qanday qilib foydalanishim va qanday holatda ko'rishim to'g'risida. Support and resistance mavzusiga sizlar bilishinglar kerak bo'lgan yangilangan ma'lumotlarni beraman. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan bazaviy fundamental ma'lumot bor. Bu qarshilik va himoya zonasi aslida nima va qanday holatda biz uni topishimiz mumkin bo'ladi va uni turlari haqida ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda avvalambor mana bu narx kelyapti, qaysidir narxdan orqasiga reaksiya oladigan bo'lsa qarshilik zonasi, narx kelyapti, narx mana bu joyda harakatlanyapti va qaysidir narxdan orqasiga reaksiya olish bu himoya zonasi hisoblanadi. Bu line chart ko'rinishi. Buni hozir sizlarga switchnote chartini ham chizib ko'rsatib beraman. Bozor harakatlanyapti. Bichi switch yopildi, medveji switch ochildi. Вот. Medveji switch yopildi. Bichi switch ochildi. Вот. Bu oddiy qarshilik va himoya levellari. Endi biz himoya va qarshilik levellarini aralashmasini ham bilishimiz kerak. Bozor kelyapti, harakatlanib qaysidir narxdan reaksiya oldi va bozor u narxni buzib chiqdi-da, u qarshilik zonasini obratni orqasiga qaytib kelib, mana shu joydan reaksiya olishga harakat qilyapti. Вот, mana shu narsani bilishimiz kerak va xuddi shuni teskarisi medveji holati. Вот, narx harakatlanyapti, qaysidir narxdan reaksiya oldi, himoya zonasini hosil qildi va yana qarshilik zonasini hosil qildi-da, mana bu himoya zona buzilib, obratni yana mana bu yoqqa reaksiya olyapti. Biz mana shu narsa haqida ham gaplashamiz. Birinchi holatga qaraydigan bo'lsak, narx shunchaki kelib reaksiya olishiga mana bu joyda qarshilik zonasi deb olamiz, ya'ni resistance zonasi. Mana bu joy himoya zona, support zona. Switchnote chartda mana bunaqangi holatda ko'rinadi.
Bir narsaga e'tibor qilinglar, men shu paytgacha sizlarga bitta bычий va medveji svechani yopilgan, vot mana yopilgan va mana bu ochilgan narxi deyarli bir xil urovenda tursa, ana o'sha joy qarshilik zonasi deb aytganman va bu absolyutno to'g'ri. Faqat bunga yana ham aniqlik kiritamiz. Har doim biz qarshilik zonasini topayotganimizda yoki himoya zonasini topayotganimizda har doim svechani yopilgan narxiga qarashimiz kerak bo'ladi. Aynan hozirgi mana bu moment bo'yicha bычий svechani yopilgan narxi mana bu joyda, ochilgan narxi mana bu joyda, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Biz yopilgan narxiga e'tibor beramiz. Yopilgan narx qarshilik zona, medveji svechani yopilgan narxi esa mana bu joyda. Bычий va medveji svechani yopilgan, ochilgan narxi doimo bir-biriga qarama-qarshi teskari holatda bo'lgan. Buni yaqqol misoli ekranni mana bu tarafga qaranglar. Svech ochilgan payt yuqoriga harakat qilyapti. Ochilgan narxi mana bu joyda, yopilgan narxi mana bu joyda. Medveji svechani esa ochilgan narxi mana bu joyda ochiladi, yopilgan narxi esa pastroqda bo'ladi. Xuddi shunday ekan, qarshilik zona mana bu yashil svechamizni yuqorisi, himoya zona esa mana bu qizil svechamizni yopilgan narxi hisoblanadi. Mana shundan biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Pastdagi misol bo'yicha bo'lsa, mana bu joy himoyami, vot. Svechani, medveji svechani yopilgan narxi mana bu joyda joylashtiribdi. Значит, biz mana shu medveji svechani yopilgan narxidan biz o'zimizni support zonamizni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu chap tarafdagi qarshilik va himoya zonamiz tushunarli bo'lsa, endi buni biroz murakkablashganroq variantiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa holatda? Bozordagi harakat bo'yicha strukturada ko'rib chiqamiz. Qarshilik zonamiz buzilgandan so'ng, buzilib bozor harakatlangandan so'ng bozor obratni qaytib kelishi bu joyda endi himoya zonasini o'taydi. Avval qarshilik zonasini o'tagan joy, endilikda esa himoya zonasini o'tayapti. Bunga biz rus tilida zerkalniy уровень deydi, ingliz tilida mirror level deydi, o'zbek tilida endi oyna leveli. Как будто oldin qarshilik bo'lgan, endi himoya vazifasini bajaryapti. Shunday holatda tushunishimiz mumkin. Mana bu joyda ham ikkinchi misolimizda mana bu joy himoya edi, mana bu joy qarshilik edi. Himoya zonamiz buzilyapti va yangi himoya zonamiz yaralganidan so'ng bozor obratni qaytib mana shu joyga test bergan paytda bu joy endi bizga qarshilik zonasini o'taydi. Xo'p, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shulardan iborat. Juda ham oddiy. Поддержка va сопротивление, то есть support and resistance levellarni belgilab olish va ulardan foydalanish juda ham oddiy. Murakkablashtirish kerak emas. Hozir bu aytgan informatsiyalarimni men sizlarga grafikada ko'rsatib, real misollar bilan ko'rsatib tushuntirib beraman. Buni esa daftaringizga konspekt qilib olishingiz mumkin. Fursatdan foydalanib aytishim kerakki, kanalimga kirib ko'radigan bo'lsanglar, video bo'limiga o'tamiz. Juda ham ko'plab informatsiyalar, ma'lumotlar topishimiz mumkin. Playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsak, alohida mavzularga bo'lib tayyorlab qo'yganman. Bilganlar uchun takrorlash, yangilar uchun yangilik informatsiya hisobida qabul qilasizlar. E'tiborimizda TradingView platformasi How USD deb yozadigan bo'lsak, mana bu joyda juda ham ko'plab bizga kartirovkalar chiqib kelyapti. Bu joydan biz aynan mana bu Saho degan kartirovkani tanlashimiz kerak bo'ladi. Поддержка va сопротивление уровеньlarini belgilab olish uchun eng ideal kartirovkalar mana shu Saho kartirovkalarida hisoblanadi. Vot. Biroz tarixga qaytamizda va qayergachadir bozorni qaytaramiz. Va bu joyda ko'rishimiz mumkin, bozor qanaqangidir harakatda davom etyapti. Oylik time frame ga olamiz birinchi o'rinda. Oylik time frame dagi levellar biz uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Eng kuchli levellar bu oylik time frame dagi va haftalik time frame dagi levellar hisoblanadi. Bu time frame dagi biz support va resistance levellarini belgilab olganimizdan so'ng, bu levellar kunlik time frame dagi va 4 soatlik time frame dagi levellarga to'g'ri kelsa eng ideal holatda bo'ladi. Ideal holatdagi levellar hisoblanadi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Oylik time frame dagi birinchi o'rinda mana bu joy qarshilik edi. Aynan hozirgi holatda bozor buzib o'tib bo'lgan. Shunday ekan, bu joyni biz himoya level hisobida foydalanishimiz mumkin. Oylik, monthly, mirror deb qo'yaman. Oyna level, короче, birinchi сопротивление bo'lgan, keyin поддержка vazifasini o'taydi. Bunaqangi levelimiz yana mana bu joyda bor va mana bu joydagi levellarni ham belgilab olamiz. Men belgilayotgan levellarga juda ham aniqlik bilan qaranglar. Svechani aynan yopilish narxidan belgilab olyapman.
level belgilayotgan paytlarda mana bu magnitni yoqib olsanglar, ekraningizda chap tarafida turibdi magnit. Magnitni yoqib olsanglar, mana bu chiziqlarni olib borishinglarga o'zi yopilgan narxiga shunday yopishtirib tortib oladi. Oylik time frame ni belgilab olganimizdan so'ng haftalik time frame ga o'tamizda. Bu time frame da ham belgilab olishimiz kerak bo'ladi va mana bu oylik time frame dagi belgilab olgan levellarimizni aynan haftalik time frame da ham kuchaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Va buni shunchaki kuzatamiz. Vot mana bu joyda bor. Mana bu joyni belgilab olsak, oylik time frame dagi levelimiz mana bu joyda turibdi. Значит, shunchaki davom etamiz. Dalshi bozorimiz o'sib ketib qoldi. Haftalik time frame da mana bu joy qarshilik. Haftalik time frame dagi qarshilik kuzatamiz. Nima bo'lar ekan? Vot, haftalik time frame dagi qarshiligimizda mana bu reaksiyani ko'ryapsizlar, qaranglar. Aynan line chartga olsak mana bu joy 3 burchak joy va mana shu svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Mana bu joydagi reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Hop, davom etamiz. Mana bu joyda ham поддержкamiz bor edi ekan va bu joyda ham bozor отличный reaksiya berib bo'ldi. Mana bu joyni qaranglar. Line chartga olsak, vot ikkita 3 burchak turibdi. Bu medveji svechani, ikkita medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Mana bu svechani ko'ryapsizlarmi? Где-то bir 50 pips atrofida даже zararimizga ham yurmagan. Undan so'ng dalshi uchishni ko'ryapmiz. Mana bu joyni kuzatamiz, nima bo'lar ekan? Vot, mana bu joydan ham bozor reaksiya beryapti. Mana bu haftalik time frame dagi qarshiligimizdan shunchaki yana dalshi kuzatamiz. Vot, unaqangi himoya zonamiz yana mana bu joyda bor va mana bu joyda bor. Mana bu pastdagi himoya levellarini o'chirib yuborsak bo'laveradi. Aynan hozirgi momentda mana bu joy qarshilik zonasi bo'lgan bir marta, endi esa поддержка vazifasini o'taydi. Vot, mana bu joyni belgilaymiz va mana bu joyni belgilab olamiz. Oylik time frame ga bir qarab qo'yamiz. Vot, oylik time frame da hammasi joyida. Kuzataylikchi nima bo'lar ekan? Dalshi o'sdik. Hozirgi kungacha kelib qolibmiz. Uje tarixga qaytamiz ekan, uzoqroqqa qaytamiz ekan. Biz uje hozirgi kunga kelib qoldik. Qayergachadir qaytdim. Birinchi o'rinda haftalik time frame da yana ham yaxshi bo'ladi. Oylik time frame dan boshlaymiz. Levellarni belgilab olishda ochilgan, yopilgan narx mana bu joyda bor ekan. Vot, boshqa hozircha hech qanday harakat yo'q. Vot, mana bu joy qarshilik zonasi bo'ldi. Все belgiladik. Haftalik time frame uchun esa mana bu joy qarshilik zonasi. Aynan mana bu svechani yopilgan narxi. Vot. Mana shu joydan darsh davom etaylikchi. Vot. Reaksiya berdi uje. Mana shu joyni o'zidan где-то bir qancha pips atrofda 346-360 pips atrofda daromad qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Reaksiya berdi. Xullas darsh davom etamiz. Haftalik time frame uchun hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Bor, faqat mana bu joyda yopilgan narxlar turibdi xolos. Oyna levellarimiz bor xolos mana bu joyda. Darshi davom etamiz. Bozor juda ham qattiq uchib ketdi. Vot, qaranglar o'rtoqlar, mana bu joyda qarshilik zonasi bo'lsin haftalik time frame da mana bu joy. Chunki line chartga oladigan bo'lsanglar ham ko'ryapsizlar 3 burchakda bichi svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Va pastda ochilgan, yopilgan ikkita 3 ta bichi svechani ketma-ket yopilgan narxi turibdi xolos. Darshi davom etamiz. Bu pastdagi mana bunaqangi levellar u qadar ham kuchli level hisoblanmaydi yoki mana bu o'rtadagi svechani yopilgan narxini o'zi u qadar ham kuchli level hisoblanmaydi. Bitta bichi, bitta medveji svechani yonma-yon ochilgan, yopilgan narxi deyarli bir xil urovenda turgan levellar kuchli levellardan hisoblanadi. Mana bu joy himoya zonasi. Nega aynan u joy? Chunki line chartda ko'ryapsizlar 3 burchak holatda turibdi. Line chartda aynan haftalik time frame dagi qaytish reaksiya mana shu narxdan bo'lgan. Bu esa mana bu medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Bichi svechani mana bu yopilgan narxiga to'g'ri kelgan joylari ko'rishimiz mumkin. Darshi davom etamiz. Nima bo'lar ekan? Vot, mana bu joydan tak darshi buzib o'tdik. Bu joy endi qarshilik zonasini bizga o'tashi kerak. Dalshi vot uje tepada yopildi, endi поддержка vazifasini o'tashi kerak. Mana bu joy medveji svechani yopilgan narxini olishimiz kerak. Tak, qiziqarli bo'lib ketdi bu yog'i. Mana bu joyni ham belgilab olamiz. Reaksiya berishi vot. Yuqoriga qanchadir reaksiya bergandan so'ng mana bu joy qarshilik. Bu o'rtoqlar yana bir narsa aytib beringlar. Bu haftalik time frame dagi holat bo'yicha bu gidda bir 300-400 pips atrofida gap ketyapti bu joyda. Bozor himoya leveldan ham reaksiya beryapti, qarshilik leveldan ham reaksiya beryapti. Bu joylarni darsh davom etamiz. Tak, mana bu joy yangi himoya. Mana buni olib tashlasak ham mana bu joy qarshilikni belgilab olamiz. Buni olib tashlaymiz.
va mana bu joyni ham belgilab olamiz. Bozor mana shu joydan ham reaksiya berishi mumkin. Yuqori ehtimol bilan. Tak. Mana bu himoya leveldan berayotgan reaksiyasiga qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joydagi himoya leveldan olayotgan reaksiyasi. Xuddi shunaqa reaksiya men mana bu narxdan ham kutyapman, mana bu joydan ham berishi mumkin. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Doimo yangi ishlatilmagan sveji levellardan qancha yaxshi, ya'ni ishlatilmagan biror marta bozor bormagan narx bo'lsa, u joy shunchalik yaxshi ishlaydi. Aynan mana bu joydagi qarshilik shular sirasiga kiradi. Mana bu joydagi qarshilik bo'lsa, qaranglar, line chartda turibdi. Bu joydan ham bozor normalniy reaksiya olgan. Mana bu svechani ko'ryapsizlar. Vot. Mana bu aytgan levelimdan bozor отличный reaksiya qilib berdi, ko'ryapsizlar? Mana bu joydagi levelda. Все, bu joydagi level bir marta ishlab bo'ldi. Endi yangi joyga ko'chiramiz. Mana bu joy yangi qarshilik zonasi men uchun. Mana bu bichi svechani yopilgan narxi. Va bunaqangi joy hozircha boshqa yo'q. Mana buni ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Hozir himoya leveldamiz. Agar bu himoya leveldan buzib pastga yopiladigan bo'lsa, ketdik, dash keyingi himoya levelga tushamiz. Buzolmaydigan bo'lsa, dash obratno orqaga ko'tarilishimiz kerak bo'ladi. Vot, ko'tariladi уже. Reaksiya berdi. Mana bu joyda reaksiyani keraklicha reaksiya oldik. Buzib o'tdi, dalshi keyingi himoya zonasigacha qulashimiz mumkin. Vot mana bu belgilab qo'ygan levellarimni ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Aynan mana shu joydan reaksiya beryapti bozor. Bu level ham bir marta ishlab bo'ldi. Все, haftalik time frame'da mana bu joyga yangi joyga olamiz. Mana bu levelni esa где-то bir mana bu atrofga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga aynan bu joyga qo'yapman? Chunki line chartga oladigan bo'lsak, bukilgan joylar bor. Ya'ni demoqchiman, svecha tushyapti. Medveji svecha va keyingi svecha aynan mana shu joyda tushgandan so'ng ochilgan, yopilgan narx biroz oldin aytib o'tganimdek oyna levelga to'g'ri keladi, qulayapti, tushyapti. Vot mana bunaqangi levelga to'g'ri kelgani uchun bu joyni ham qarshilik sifatida belgilab olishimiz mumkin. Aynan mana bu o'rtada ikkita belgilagan joyimi. Vot dash davom etamiz. Vot birinchi levelga keldi. U yerda tak reaksiyani ko'rdik, mana reaksiya bo'ldi уже. 400 pips atrofida ko'ramiz. Keyingi levelimizga ham bordi. U joydan ham reaksiya berdi bozor. Отлично, juda gap so'z yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Vot mana bu joyni aytdim-ku, qarshilik ko'rdinglar, bu joydan ham reaksiya berdi bozor. Все. Bu joylarni olib tashlaymizda. Hamma belgilangan urovlardan bozor reaksiyani juda ham go'zal holatda beryapti. Keyingi reaksiyani bozor yuqori ehtimol bilan mana bu levelda berish kerak bo'ladi. Va mana bu joyni ham belgilab olaman. Oldin qarshilik vazifasini o'tagan, endi esa himoya vazifasini o'tashi kerak. Afsuski o'tamadi, хорошо, lekin mana bu joydagi levelimiz o'tadi. Orada o'xshamay qolgan joyi ham bo'ladi albatta. Bu joyda stop loss yegan bo'lardik. Lekin mana bu joy уже reaksiyani berdi. Levelni o'zgartiramiz. Himoya zonasi bu yoqqa. Vot. Mana bu levelni olib tashlasak bo'laveradi o'rtadagini. Mana bu pastdagi himoya levelimizga keldi. Vot, mana bu joydagi reaksiyani ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Qaranglar, где-то bir qanchadir pips atrofda. Line chartga olsak, vot. E'tibor beringlar. Mana bu ko'rsatayotgan paytimda qaysi joydan o'ta go'zal ishlayapti, chiroyli ishlayapti, qaysi joydan unchalik ishlamayapti. Unga ko'ra o'zingizlarda daftarlarga yozib olishinglar mumkin yoki e'tiborlarga olib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, darsda davom etamiz. Men o'ylashim bo'yicha mana bu joydan bozor juda ham chiroyli reaksiya berishi kerak, chunki line chartga oladigan bo'lsak, aynan mana shu joy qarshilik zonasi hisoblanadi. E'tibor beringlar, men bu medveji svechani ochilgan narxidan olmayapman, bichi svechani yopilgan narxidan olyapman. Mana bu joyda qarshilik zonamiz ishlab bo'lgan, shuning uchun bu joyni o'chirib yuborsak bo'laveradi. Va mana bu joydan ham kichkina time frame'da reaksiya berish ehtimoli yo'q emas. Mana bu joy yangi himoya, mana bu joyni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Vot, mana bu joyni qaranglar, mana bu joyni go'zalligini qaranglar o'rtoqlar. Vot, mana bu joyni aytdim, belgilab oldim. O'ta go'zal reaksiya beryapti bozor. O'ta go'zal. Prям snayperskiy vxod bo'ladi bu joydan agar kiradigan bo'lsanglar ham. Juda ham ko'p snayperskiy vxodlar sodir bo'lmoqda. Tak, mana bu levelimiz bir marta ishlab bo'lganligi uchun, vot mana bu joyda bir marta ishlab bo'lgan, shuning uchun bu joyni o'chirib tashladim. Unaqa levellardan yana mana bu joyda bor. Medveji svechani yopilgan narxi. Va mana bu joyni где-то bir kak himoya vazifasida ko'rishimiz mumkin, lekin u qadar kuchli levelga o'xshamayapti. U qadar kuchli level emas, to есть. Mana bu joy lekin kuchli level hisoblanadi. Agar bozor bu yoqqa qulaydigan bo'lsa ham, mana bu joydan reaksiya beradi degan
fikrdaman, dash ko'ramiz. Yo'q, bozor yoqqa qulamadi. Mana bu поддержка o'zini oqladi va mana bu joyga yangi поддержка qo'yamiz. Bozor mana bu joyga kelganda reaksiya berish ehtimoli juda ham yuqori. Mana buni o'chirib yuborsak bo'laveradi, chunki reaksiya berib bo'lgan. Mana bu joydan bozor reaksiya berish ehtimoli bor. Yo'q, dash tushdik, quladik. Vot qaranglar o'rtoqlar. Mana bu himoyani mana bu joyga ko'chiramiz. Kuchli reaksiyani men aynan mana bu asosiy leveldan kutyapman. Agar qulaydigan bo'lsak. Dash nima oldi? Vot qaranglar. Edda bir 93 pips atrofda biz zararimizga yurgan, lekin 300 pips atrofda daromadimizga yurib beryapti. Dash davom etsak, vot mana bu joyda levelimiz ham reaksiya beryapti, ko'ryapmiz. Ketdi, u joy buzildi dashi. Tak, dash davom etamiz. Mana bu levelni mana bu joyga ko'chiraman, chunki bichi svechani yopilgan narxi aynan mana shu joyda. Line chartga shunday olsak, mana 3 burchak bo'lib qolgan. Va aynan unaqangi 3 burchak joy mana bu joyda joylashib turibdi. Vot qaranglar. Bozor aynan hozirgi holatda mana bu joyga qaytib ko'tarilsa, mana shu joydan reaksiya berishi mumkin va mana bu joydan reaksiya berishi mumkin. Ehtimol juda yuqori. No vot. Mana bu joyda qo'shimcha pastdagi time frame'dagi supportimizdan tak nima oldi? Kuchli reaksiya oldi, ko'ryapmiz. Tepadan ham reaksiya oldi, bu yoqqa berdi mana. Bu haftalik time frame'da ko'rsatganim uchun sizlarga kichkina time frame'da ishlamaydi degan tushuncha paydo bo'lib qolmasin. 1 soatlik time frame'gacha ishlatsanglar bo'ladi. 1 soatlik time frame'dan kichkinasi uje ma'no yo'q. 1 soatlik time frame'dan kichkinasi, eng kichkinasi 1 soatlik time frame hisoblanadi. Xullas, mana bu joydan reaksiya oladi deb kutgan edim. Vot reaksiya berdi. Mana bu reaksiya olib bo'lgan go'zal ishlagan levellar olib tashlasak bo'laveradi. Mana bu joydan reaksiya oldik. Bu joyni ham o'chiramizda. Mana bu joyga qo'yishimiz mumkin tak. Line chartga oladigan bo'lsak, vot mana bu levelni ko'ryapmiz va mana bu joyni ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydan reaksiya berish kerak deb ishongan edim. Afsus, bu joydan ham reaksiya berdi shekilli. Haftalik time frame ichidagi holat bo'yicha reaksiya bergan bo'lishi kerak. Buzib o'tdi. Bittada buzib chiqib ketibdi reaksiya, значит, u joydan yo'q ekan. Reaksiya yo'q ekan, lekin dash davom etaylik, o'tib ketdi. Mana bu joydagi levellarimiz allaqachon ishlatib bo'lganmiz, ishlab bo'lgan, shuning uchun u joylardan hozircha level olmadim. Eng ishonib turgan levelim hozir mana bu haftalik time frame'da eng katta qarshilik zonasi hisoblanadi va o'shunga o'xshagan level mana bu joyda ham bor ekan. Bu joyda bir marta ishlatdik shekilli adashmasam, lekin hech qanday svechi ko'ringancha yo'q. Mana shu joydan reaksiya berish kerak. Davom etaylikchi. Reaksiyani ko'ryapsizlar? Qaranglar, reaksiyani bo'ldi. Xullas, mana bu joyda ham bor ekan himoya zonamiz. Dalishga ko'raylikchi nimalar ekan. Daji mana bu joyda himoya zona ham ishlayapti. Mana bu joyda ko'ryapsizlar? Ketdi mana reaksiyani sizlarga. Xuddi shunga o'xshagan reaksiyalar mana bu joyda sveji zona va mana bu zonani olishimiz mumkin. Va mana bu zonani ham belgilab olishimiz mumkin. Kulli time frame'ga o'tib turib, mana bu yuqoridagi zonalarga yetib beramiz. 4 soatlik time frame'ga o'taylikchi, nimalar bo'lyapti ekan. 4 soatlik time frame bo'yicha oxirgi misolim mana shu yuqoridagi qarshilik zonalari katta ehtimol bilan ishlashi kerak. Tak, tushib ketdi-yu bozor pastga. Xo'p, kulli time frame'dagi holatini ko'rib qo'ya qolamiz. Yo'q, dars tushib ketibdi bozor. Lekin haftalik time frame uchun kelgusida mana shu joydan reaksiya bo'lish kerak. Birinchi leveldan bergan reaksiyasini qaranglar. O'ta go'zal sniperskiy vhod prям. 0 pips, даже 2-3 pips ham zararga yurmagan. Prosto mana shu joyda sell limit turgan bo'lsa, o'ta go'zal ish qilib yorgan bo'ladi. Birinchi level ishladi, ikkinchi, uchinchi levelimiz ishlashi kerak degan fikrdaman. Dash ko'ramiz. Aynan ana o'shandek qarshilik levelimiz mana bu joyda ham yangi paydo bo'ldi. Line chartga oladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin mana bu joydagi qarshilikka. Imminni mana bu va mana bu joy mening fikrlashim bo'yicha sellga reaksiya berish kerak. Vot mana bu joyda bergan. Sell limit turgan bo'lganda ham bitta mana bu yoq 200 pips olishimiz mumkin. Tepadagi levelimiz ham vot chiqdi, pastga tushib, birinchi ko'tarilishdan oldin birinchi pastga tushib reaksiya bergan. 1 soatlik time frame'da ko'ramiz hozir. Qaranglar. Vot mana birinchi kelgan level paytida, mana bu birinchi kelgan joyi, ana o'sha katta time frame'dagi reaksiya beryapti. Sell limit 80 pips profit. Ikkinchisi mana bu joyda reaksiya ko'rishimiz mumkin. Uchinchisi mana yana reaksiya. To'rtinchisi uje da buzib chiqib ketgan tepaga, lekin birinchi, ikkinchi urinishlarda uje reaksiyani berganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi misolni ko'rib qo'yaylik. Oxirgi misol mana bu eng katta time frame, eng katta qarshilik level. Ko'ramiz u joydan qanday reaksiya vot mana. Mana sizlarga reaksiya, mana sizlarga bozorda holati. Normalni katta reaksiya olishimiz mumkin mana bu joydan.
Shunaqangi holatda himoya va qarshilik zonalarini belgilab olishimiz va bulardan bozordan foydalanishimiz mumkin. O'ylaymanki, berayotgan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar o'rtoqlar. Fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Tushunmagan savolinglar yoki tushunmagan joylar bo'lsa, e'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat.